Assalomu alaykum barcha yomonqilar 7 kanaliga xush kelibsiz. Biz mana bu zombilardan jonimizni omon qoldirishimiz uchun mana yangi yarim jon holatida o'zimizni jonimizni himoya qilamiz. Ya'ni o'zimizga ular uchun chuqurlik qaziymiz. Qani ish berarmikan? Qani boshladik bo'lmasa. Hozirda mana jonim to'liq edi, lekin kechki payt tushganligi uchun o'zimga boshpana qilmaganim uchun lekin shu sababli meni o'ldirib qo'yishingiz sal qoldi. Yarimta jon bilan uy quramiz. Qanday holatda bo'ladi ekan? Qurgan uyimiz jonimizni omon qoldirishga yordam beradimikan? Qani ungacha do'stlar, mana shu bilaman, mana shu videoga like bosmagansizlar, shunga like bosib qo'yinglar. Yaqinda yangi ochdik, endi obunachilar bilan birgalikda server ochib, birgalikda o'ynashga harakat qilamiz. Xo'sh, bularni bittadan kavlab chiqamiz. Qani. Xo'sh. To'rtburchak shaklda qilib o'zimizga o'ra qazish kerak. O'zimiz o'rani ichiga turgan holatda ular tushirishga harakat qilamiz. Qani ish berarmikan? Yo'llarni devorlar bilan o'raymiz, chiqa olmasligi uchun. Xo'sh. Mana shu o'ramiz tayyor bo'ldi. Endi yonlarini devorlar bilan o'rab chiqishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, podpishka qilib turamiz, like'larni bosib, bang'alab tashlaylik, aktivni ko'tarib. Menimcha Minecraftga hamma qiziqadigan bo'lsa kerak. Minecraft aqliy faoliyatni ham o'stiradi, qanday bo'lmasa. Xo'sh, bizni g'oyamiz ish berarmikan? Ish bermay qolsa, do'stlar, fikrlaringni qanday qilib omon qolishi haqidagi fikrlaringni shu kommentga yozsalaring, men o'shani yana safargi videoyimizda qo'llab ko'rishga harakat qilaman. Hozir bu joyni bekitishimga sabab bekitaman va ustiga turaman. Zombilar kelgan paytda ustini bitta ochib tashlayman, pastga tushib ketib qoladi degan g'oya bor. Hozircha endi qilib ko'rmadik. Endi hozir mana shuni qilamiz. Ustini yopib olamiz birinchi navbatda. Xo'sh. Do'stlar, yana bir bor aytaman, obuna bo'lib podpishka qilib qo'yinglar, shunga bitta like bosib qo'ysalaring, ko'pchilik ko'rishiga yordam bergan bo'lasizlar. Ko'pchilikka yetib boradi. Bizning videoyimiz ham ozroq bo'lsa ham mehnatimiz. Telegram kanalimizni ham ochganmiz. Telegram kanalimiz shu kanal haqida degan joyga kirasizlar. Ana shu joyda qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Xo'sh. Yana bir qavat pastlatib olamiz. Nimaiki bosh tegib qoladigan darajada bo'lyapti. Qancha chuqur bo'lsa, shunchalik zombilar chiqish qiyinroq bo'ladi. Hozir biz betlarni to'g'rilab turib, tekisda qilib turib tepaga chiqib ketgan holatda devorda qolganini quramiz. Xo'sh. Devorda qolganini qurishimiz uchun mana shu joyda birinchi navbatda zina qoldirdim o'zimga. Survival mod orqali o'ynayapman. Hozir shuning uchun ucha olmaydi bu. Hozir mana ishlab bekitishimiz kerak endi. Ular bildirmagan holatda. Lekin ko'pida kamonli kelyapti. Kamonlida endi masofani o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shanga o'ldirmaslikka harakat qilamiz. Jonimizni ham ko'ryapsizlar, yarimta jon bilan. Bilmadim qanday bo'ladi ekan. Hozircha menga fikr keldi. Fikrlaring bo'lsa kommentariy yozasizlar. Mana shu joyda qo'ldan kelgancha shu ideyani qo'llashga harakat qilamiz. Xudo xolasa obunachilar bilan ham server ochib, IP adreslarni tashlayman. Zo'r serverlar bor, modlangan. Ana shularda o'ynashga harakat qilamiz. Xo'sh. Ozroq qiyingarchilik bo'lyapti. Joystick hali to'g'rilashga ulgurmadim. Xo'sh, ustini bekitib qo'yamiz va devor bilan o'rashni boshlaymiz. O'sha kech tushib qolishiga ham ozgina vaqt qoldi. Ulgurishimiz kerak. Mana joy ochiq turibdi. Xo'sh, mana shu joydan tushirib olishga harakat qilamiz. Xo'sh. Qurib yubordik-ku bag'ini. Xo'sh. Qani banglatib tashlaymiz, like'larni bosamiz. Xudo xolasa jonli efirlarda obunachilar bilan birgalikda quvnoq bo'lib o'ynaymiz. Maza qilib o'ynaymiz. Shuning uchun mana kech tushdi ham boshladi. Paytda shom payti bo'ldi menimcha o'yinning ichida. Xo'sh. Hozir mana ustini bekitmasak bo'lmaydi, tezlatib. Hozir kelib qolishi mumkin, zombi katta ehtimol bilan kelishi mumkin. Demak, o'zi kech tushdi boshladi. Tezlashamiz. Voy, anetta kubiklar qolib ketdi, ustidan o'tib olmasa bo'ldi. Buni ham olib tashladik. Xo'sh, menimcha yaxshi. Hozir shashilgan holatimizda o'ta g'alati bo'lyapti. Ish qilib o'tmasa bo'ldi. Shu yarimta jonimiz bor xolos. Bitta o'q otsa bo'ldi, o'lib ketdik hisob bo'ladi. Xo'sh, bu tomonlarni ham to'g'rilaymiz endi.
Xo'sh. Nima deb o'ylaysizlar? Qutulib qolamizmi, qutulib qolmaymizmi? Qani birinchi topganlarga sovg'amiz bor demaymiz-ku, keyingi kamrotalarga xullas IP madrasa ochib. Voy. Mana shu joyni to'g'rilaymiz. Qani menimcha men qutulib qolamiz deb o'ylayman. Xo'sh, kelsa bo'ladi. Voy, yarimta jonni eplab qololmadik. Boshqa o'yinni boshladik do'stlar. Keyingi bo'ldi endi shu bilan videomiz cho'zilib ketib qoladi ekan. Kimda ideya bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan Minecraft